Sevarim, ha inon, O'zbekistonni haqiqiy Shvetsariyasidan, ya'ni mana shunaqa suvlarni bo'yidan joy qidirganlar uchun salkam 1 gektarlik joyimizda sotuvga qo'yilgan. Zo'r tarafi bu yoq taraf atmosferani ko'rdinglar va hududimizning orqa tarafidan ham suv o'tgan. Ya'ni ikkita suv o'rtasida joylashgan 94 sotuvli joyimizda sotuvga qo'yilgan bo'ladi. Manzilimiz Qibray tumani Mayskiy. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor deyishyapti. Atmosferasini ko'rasizlar, agar dashni garduk qilaman desanglar, bunaqasiga bir nechta tapchanlar qo'yib, xullas manzara bomba. Hududimizni tushuntirib beradigan bo'lsam, aylanasiga ham devorlar bilan o'ralgan bo'ladi. Eski binolarni ham ko'rishimiz mumkin. Baribir buni oladigan odam tekislab boshqatadan katta proyekt qilsa kerak. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Ushbu joyimizga 1 sotkini 6,5 ming dollardan so'rashyapti. Ya'ni umumiy narxi 600 ming dollar. Kadastr bo'yicha 94 sotuv, lekin zaxvat joylar bilan birga 1 gektardan ham ko'proq chiqsa kerak. O'zinglar yana kelib bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Baribir bitta kelib ko'z bilan ko'rgan boshqacha akalar. Agar mana shunaqa suv bo'yidan ishqibozlari bo'lsa, o'sha tanishlarga bu videoni tashab qo'yinglar. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz.